Shakar sal ozroq ko'rinyapti. Mana, qarang. Ropparasi 2 kiloda to'xtadi. Ha, bo'pti, olib kelaman. Gap qoling o'zimga. Amaki, shakaringiz 1 kilo 600 ekan. Ha, shunaqami? Rahmat uka. O'g'lim, oting nima? Mahmud, nima edi? Qaysi maktabda o'qiysan? Nechinchi sinfda o'qiysan? O'rta saroyda maktabda 7-sinfda o'qiyman. O'qishlaring qanday bilmadim-u, lekin o'zing yaxshi bolaga o'xshaysan. Hali yoshsan, buzilmagansan. Savdoni, muomalani o'rgangan yaxshi, ammo harom ishga o'rganmagan o'g'lim. Nega bunday deyapsiz? Negaki mana bu tortib bergan shakaring 1 kiloga 600 gram chiqdi. Bu qanaqasi o'g'lim? Mana qarang, ropparasi 2 kiloda to'xtadi. Tarojim buzuq.